O'zini polari sal bitay deb qo'ygani. 3-etagingiz. Chiroyli o'rata. Men bu gaplarim bilan O'zbekistonda bunaqa joylar yo'q, qurilishlar yo'q demoqchi emasman. Bor. Yo prezident maktablarida bor yoki qaysidir vallomatlari qurgan, boylar qurgan xususiy maktablarida bor. Oddiy xalq o'qiydigan maktablarda bunaqa sharoit bor. Hali bor emas, bunaqa sharoit yo'q. Qog'ozda bor xolosda, amaliyotda yo'q. Bunaqa hayot, bunaqa sharoit yo'q. Oddiy oila vakillari uchun, oddiy o'zbekistonliklar uchun qurilgan maktabda bunaqa sharoitlar yo'q. Afsuski. Siz qayerdan bilasiz desangiz, Allohga shukr shu sistemani o'qib bitirib, mana kelib el qatori universitetda o'qib kelib, mana bu yerda oddiy Allohga shukr usta bo'lib, elektrik ustasi bo'lib ishlab yuribmiz. Chunki O'zbekistonda beradigan oyliklar bizni xarajatlarimizni qoplamaydi, yoshimizga nisbatan. Ya'ni ayol kadrlar ishlasa bo'laveradi, erkak kadrlar, yoshlar ishlay olmaydi. Bu nimaga? Bu oylikka, chunki bir erkak kishi ham erkak sifatida, ham musulmon sifatida o'zini bo'ynida burchi bor, oilasini ta'minotini qilish kerak, bajarish kerak, vazifalarini yetmaydi. Aytganimizdek, shu erkak kishi o'zini bo'ynida vazifalari bor, bajarish kerak. Qarang, bog'cha atrofda yangi qurilgan binolar, ya'ni deyarli odamlar bu yerda yashamaydi, naryoqlarda yashaydi. Ularni endi qurib topshiryapti, mana yangi qurilyapti. Biz kelganimizda mana shuni podvalini boshlayotganda mana qurib bo'ldi o'zi. Mana biz ishlayotgan joy maktab. Aholi ko'chib keladi, va shu yerda joylashadi, yashaydi. Mana bog'chasi bor, mana maktabi bor. Yaqin atrofga yana institutda, universitetda bir filialni quradi. Shaharlarni kengaytiryapti, millatlarni buzib boshqa qiladi. Aholiga zo'r sharoit qilib beryapti, ish qilib, qo'lidan kelgancha bular. Mana qurilishlar ko'payaversin. Biz ham rizqimizni topib, ishlab, halol mehnat qilib, olib borganimizni oilamizga, qurilishimizga, ro'zg'orimizga ishlataylik. Alloh barakatini bersin hammanikini topayotganiga.